Dunyodagi eng zo'r hayotni tasavvur qiling. 100 ta xizmatchisi bor. Hashamatli qasr, yegani oldida, yemagani ketida. Siz aqlingiz tasavvur qiladigan darajada bir huzur, halovatli, komfortli hayotni tasavvur qiling. Jannatdagi hayotda oldiga ham kelmaydi. At-taqdis nima bu? At-taqdis bu poklashlik. Jannat pokligi bilan chegaralangan. Jannatni hamma yo'g'i pok. Pokligi bilan o'ralgan. Jannatda bizni dunyoyimizda bironta kamchiligi, nuqsoni yo'q. Unda qarilik yo'q, soch soqolda oqarishi yo'q, tishni to'kilishi yo'q, ko'zni xiralashi yo'q, kam xarjlik yo'q, muhtojlik yo'q, oq bo'lgan farzand yo'q, itoatsiz xotin yo'q, faqirlik yo'q, kasallik yo'q. Jannat poklik qo'rg'oni bilan o'ralgan. Poklik, poklanish bilan chegaralangan. Yana qaytaramiz, chunki u yerda dunyoyimizning kamchiliklari yo'q.